Sizni qilayotgan ishlaringiz qoniqarsiz. Nega unday deysiz, boshliq? Ertalab vaqtli kelsam, kech ketsam. Bu yetarli emas. Kerak bo'lsa ertalabgacha ishlash kerak. Bu ishxona mas'uliyatli joy, jiddiy joy. Bo'ldi. Ertadan boshlab ertalabgacha ishlayman. Endi kech. Obodonlashtirish ishlarida ham faolmassiz. Nega? Aytgan joyingizga deyarli boryapman. Hattoki hasharga ham boryapman-ku. To'g'ri, faqat sizni dachangizga hasharga bora olmadim xolos. Dachamda bo'ladimi? Boshqa joyda bo'ladimi? Borishingiz shart. Chunki yoshim kichkina bo'lsa ham amalim katta. Hop, bundan keyin boraman. Yuzdagi hasharga ham boraman. Endi shart emas. Dacha bitib bo'ldi. Xullas, siz ishdan bo'shatildingiz. Ishdan bo'shatildingiz? Qiziq. Men qullarni sotib yuborishadi deb o'ylar ekanman.